Assalomu alaykum. Agar siz suv chechakni davolash haqida YouTubedan video qidirgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Suv chechak kasalligi haqida ma'lumot berib o'tirmayman. Bugun faqat davolash haqida gaplashamiz. Chunki bundan oldingi chiqargan suv chechak haqidagi videomda batafsil suv chechakni tushuntirib berganman. Qani boshladik. Suv chechak uchun sizlarga maxsus retsept, ya'ni shifokor sifatida umumiy retsept tavsiya etaman. Qanaqa dorilarni tavsiya etaman, ya'ni qanaqa dorilarni qabul qilishlaring kerak. Birinchisi, tabletka atsiklavir 0,4 ligi, ya'ni 400 mg 4 mahal 10 kun ichish uchun. Endi atsiklavirning vazifasi nima deydigan bo'lsak, atsiklavir bu mana shunaqa suv chechak kabi gerpes viruslariga qarshi kurashishda, ya'ni suv chechak virusiga qarshi kurashishda muhim o'rin tutadi. Ya'ni virusga qarshi dori vosita bu atsiklavir. Keyingisi, tabletka ibufen 1 tabletkadan 3 mahal 7-10 kun. Bu isitma tushiruvchi dori preparat hisoblanadi. Tabletka 1 tabletkadan 3 mahal 7-10 kun. Bevosita retseptni ham necha tabletkadan, necha mahal, necha kun qabul qilinishini yozib ketyapman. Ibufen o'rniga parasetamol ham qabul qilsalaring bo'ladi. Farqi yo'q. Muhimi, suv chechak avj olish davrida isitma ko'tariladi, tana harorati oshib ketadi. Shuni evaziga varaja, qovjirash kuzatiladi. Isitmani oldini olish uchun yoki isitmani davolash uchun muhim. Keyingisi, kapsula Ayivit 1 kapsuladan 2 mahal 15 kun. Ayivitning vazifasi nima? Bilasizlar, suv chechak teriga chiqadi. Terida pufaklar hosil qiladi. O'sha pufaklar terining butunligini buzadi vaqtinchalik. Terining qayta o'z to'qimasini tiklab olish uchun ayivit bu bizda vitamin hisoblanadi. Ayivit bu tarkibida A vitamini mavjud bo'lgan, terini qayta tiklashga yordam beradigan bizda preparat, ya'ni vitamin hisoblanadi. 1 kapsuladan 2 mahal 15 kun qabul qilinadi. Keyingisi, mahalliy fukarsin 2-3 mahal 5-7 kun davomida. Bilasizlar, fukarsinning rangsizi bo'ladi, fukarsinning qizil rangdagisi bo'ladi. Sizlarga maslahat beraman. Albatta, suv chechak bo'lgan bemor izolyatsiyada bo'ladi, ya'ni tashqi jamoat joylarida yurishi, oilasidan boshqa kishilar bilan munosabatda bo'lishi taqiqlanadi. Hattoki oila a'zolaridan ham ma'lum bir chegara saqlashga majbur. Chunki oila a'zolariga ham yuqtirib qo'yishi mumkin. Izolyatsiya degani maxsus bir xonada, uyda davolanadi. Fukarsin o'sha terida chiqqan pufaklarga o'sha maxsus teriga suradigan vosita yordamida yoki biron bir o'sha quloq tozalagich cho'plar bo'ladi, taxta o'ralgan, o'sha cho'plarni olib, fukarsinni qizilidan yoki oqidan farqi yo'q, o'sha pufaklarning ustiga surish uchun. Sababi pufaklar bevosita yoriladigan bo'lsa yoki tashqaridan boshqa infeksiya tushadigan bo'lsa, bizda boshqa kasalliklar, teriga infeksiya tushishi mumkin. Shuning uchun fukarsin bizda aseptik yoki antiseptik dori vosita hisoblanadi. To'g'riroq antiseptik. Ya'ni mikroorganizmlar, mikroblar tushishini oldini olish uchun. Maslahat beraman, qizilini qo'yishlaringda, chunki oqi bevosita qayerda toshma borligini bilmaysizlar. Ya'ni toshmaning xarakterini, ya'ni toshmaning kelajagini ko'rib turishlaring muhim. Shuning uchun sizlar qizilini qo'yishlaringni maslahat beraman. Keyingisi, tabletka Lardes 1 tabletkadan 1 mahal 10 kun. Lardes bu antigistamin, ya'ni allergiyaga qarshi. Bilasizlar, toshmalar toshgan joyda qichishish yuzaga keladi. Bezovtalik, o'ta chidab bo'lmas qichishish yuzaga keladi va beixtiyor xohlamasdan o'sha pufaklarni qashish, ishqalash yuzaga kelishi mumkin va buning oqibatida pufaklar yorilib, pufak suvi tashqariga chiqib ketib, tashqi muhit bilan yara ochiq holda qolib ketishi mumkin. Va bu tashqaridagi barcha infeksiyalarni teriga tushib, terida boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishga sabab bo'lishi mumkin.
Lardes o'rniga boshqa antigistamin, masalan, kalsiy glukonat, diazolin, ketatifin va hokazo o'sha qichishishga qarshi, allergiyaga qarshi dori vositalarini qabul qilishlaring mumkin. Mana har bir dori vositani sizlarga funksiyasi bilan tushuntirib boryapman. Keyingisi, bu maxsus ko'rsatma suv bilan yuvinishni cheklash kerak. Ya'ni ichkariga suv ichish mumkin. Ichkariga, chunki inson suvchechak bilan kasallanganda terida suv almashinuvi buzilib, pufaklar yuzaga keladi. Suv ichish mumkin, lekin tashqaridan suv tegishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, chunki tashqaridan suv bu suvchechak kasalligida o'sha pufakdagi suvning chiqib ketishini, ya'ni so'rilib ketishini sekinlashtirib yuboradi. Shuning uchun sizlarga mana shu dori preparatlarini maslahat beraman. Ekranni pauza qilib, skrinshot qilib olishlarini maslahat beraman. Ya'ni ekranni rasmga tushirib olinglar va dorixonaga borib ushbu dori vositalarini qabul qilishlaring mumkin. Bu sizlarga bergan shifokorlik retsepti hisoblanadi. Bolalarda mana shu dozaning yarmi, masalan 0,4 deyilgan bo'lsa 0,2, bir tabletka deyilgan bo'lsa yarim tabletka, bir kapsula bo'lsa kapsulani ikkiga bo'lib bo'lmaydi. Bir kapsuladan 2 mahal bo'lsa, bir mahal qilishlaring kerak. Fokarsin farqi yo'q. Mana bunaqa allergiyaga qarshi dori vositalarini ham bilasizlar, bolalar 2 marta yoki 3 marta kam doza qo'llaniladi bolalarga nisbatan. Xo'p, bundan tashqari sizlarga bu yerda qolib ketibdi. Antibiotik deb buyuraman. Bu to'g'ri virusli kasallik. Bu suvchechak kasalligi virusli kasallik, lekin organizm virus bilan ovora bo'lib turgan paytda, virus bilan chalg'ib turgan paytda bakterial infeksiyalar avjiga chiqishi mumkin. Shuning uchun shu makrolit preparatlardan, ya'ni antibiotiklardan azithromycin yoki ciprofloxacin har qanday keng yoki qisqa ta'sir etadigan antibiotiklarni qabul qilishlaring mumkin. Va antibiotik qabul qilayotganda e'tibor berishlaring kerak, sizlarda allergik reaksiya bormi yo'qmi. Suvchechak bilan kasallanib turgan bemorda qo'shimcha infeksiya rivojlanmasligi uchun, bakterial infeksiya rivojlanmasligi uchun antibiotik kerak. Bu yerda yozish sal yodimizdan ko'tarilibdi. Xo'p, mana shu retseptni bevosita borib olishlaring mumkin. Kasallik uzog'i 10 kundan 14 kungacha davom etadi va kasallik sizlar umrlaringda bir marta yuzaga keladi. Xo'p, tavsiya etiladigan mahsulotlar: yengil va hazm bo'ladigan ovqatlar, suyuq ovqatlar, sho'r va sabzavotli bulyonlar, guruchli yoki sutli bo'tqasi, qaynatilgan sabzavotlar, kartoshka, sabzi, qovoq, brokkoli. Mana tavsiya etilgan mahsulotlarni ham skrinshot qilib olishlarini maslahat beraman. Yengil bo'tqalar, sutli grechka, bularning hammasi organizmda yengil hazm bo'ladigan preparatlar edi. Ya'ni mahsulotlar, uzr. Xo'p, bizda vaqt yetarlimi? Bir ko'rayin. Vaqt yetarli. Vitaminlarga boy mahsulotlar. Xo'p, mevalar: olma, banan, nok, anor, ko'k mevalar, qarag'ay, qoraqat. Xo'p, bilasizlar, vitamin nima uchun muhim? Vitamin o'sha terini yana qaytadan tiklanib olish uchun. Sabzavotlar: ismaloq, brokkoli, karam. Tabiiy sharbatlar, ayniqsa anor va sabzi sharbatlari foydali suyuqliklardan. Oddiy suv, iliq, qaynab iligan suv. Rezavorlar kompotlar, quritilgan mevalardan tayyorlangan choy, xurmo, mayiz, o'rik va hokazo. Iloji bo'lsa echki yoki sigir suti, agar allergiya bo'lmasa. Xo'p, taqiqlangan mahsulotlar, yana bir vaqtni tekshirib olay. 10 daqiqa vaqt berilgan bizga. Taqiqlangan yoki cheklanish kerak bo'lgan mahsulotlar. Xo'p, achchiq va qattiq ovqatlardan saqlaning. Mumkin emas. Hozir bu slaydimiz mumkin emas mahsulotlar. Achchiq ziravorlar, qalampir, sirka, tuzli mahsulotlar, tuzlama, chips, kolbasa, shirinliklar va allergenlar. Xo'p, bularga kiradi shokolad, shakarli konfetlar, xo'p, kremli pishiriqlar va hokazo, yeryong'oq, tuxum, asal, allergik ta'sir chaqirishi mumkin bular. Xo'p, yog'li va qovurilgan ovqatlar, qovurilgan go'sht, fast food, yog'li sho'rvalar mumkin emas. Gazli ichimliklar, Pepsi, Cola, Fanta, Idakdali, Mojito, ular umuman mumkin emas. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan boshqacha doktor, boshqacha videoda bugun suvchechak kasalligini sizlar bilan davolab o'tishni ko'rib chiqdik.
Kommentariy qoldiringlar, do'stlaringga yuboringlar, suv ichak kasalligi bo'lgan bemorlarga yuboringlar, salomat bo'linglar azizlar, bu kasallikka uchramasinlarda.